Yaqinda Steam'da chiqqan Mecha Chameleon o'yinini odamlar real hayotda o'ynashga o'tishdi. Qanday qilib deysizmi? Obuna bo'lib qo'ying, hozir tushuntirib beraman. Bu o'yin biz bilgan oddiy berkinmachoq Prop Hunt o'yinining bir shakli, lekin siz buyumga aylanmaysiz. Shunchaki o'z personajingizni xaritadagi biror joyga, masalan, o'yinchoqlar javoni yoki daraxt chohiga chiqib olib, tanangizni atrofdagi ranglarga moslab bo'yashingiz kerak. Yutish uchun esa vaqt tugaguncha sizni topa olishmasa bo'ldi. O'yin geymerlarga shunchalik ma'qul keldiki, odamlar kichik odamchalarni 3D printerlarda chop etishni, ularni real hayotda bezashni va supermarketlar, bog'lar hamda ofislarda yashirishni boshladilar. O'yin tom ma'noda real life'ga o'tdi. Tez orada onlayn o'yindan ham o'tib ketsa ajab emas, chunki uni o'ynash uchun ko'plab guruhlar va hamjamiyatlar paydo bo'la boshladi. Sizchi, bu o'yinni o'ynab ko'rdingizmi? Taassurotlar bilan izohlarda albatta bo'lishing.